Assalomu alaykum berekatli kuzatuvchilar. Bugun xudo xolasa 22-noyabr. Hop, kunimizga xudo xolasa shanba bo'lyapti. Seximiz ishlashda davom etyapti. Navbatdagi ikkita 500 kvadratlik kotelimiz, bittasi qizil utepленный. Mazaga o'rnaga. Mayli, ochiq qolsa qolaversin. Bunisi utepленный 500 kvadratlik kotelimiz xudo xolasa Qo'qonga va biz utepленный 500 kvadratlik kotelimiz Oltiariqqa. Bunisi eski Arabga qarab ketmoqchi. Seximiz ishlashda davom etyapti. Berekatli uchun maxsus. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Navbatdagi 500 kvadratlik kotelimiz xudo xolasa Oltiariq yangi Arab ketib keldi. Teplisaga o'rnatisharkan mashina. To'g'ri Teplisaga xudo xolasa. Barakasini bersin aka. Nazar qilishlar deylar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Navbatdagi 500 kvadratlik kotelimiz utepленный variantdagi kotelimiz xudo xolasa Qo'qonga yetib keldi. Akalarimiz Teplisalari xudo xolasa ekinga tayyor ekan.